Jannatdan otamiz Odam alayhisalomni chiqib ketishiga ham reklama sabab bo'lgan. Reklama nima edi? Kerak emas narsani sizga fiqhat qilishlik. Kerak emas u narsa. iPhone 13 deydi. Ve iPhone 12 emas, iPhone 8 bilan ham tirishliging yaxshi o'tyapti. Lekin shunaqa ishontiradi. Menga kerak shu narsa deysizda. Odam alayhissalomni aytdik, farishtalarda erkaklik, ayollik bo'lmaydi deb aytdik-a. Bilasizlarmi iblis nima deb oldigan Odam alayhissalomni? Ikkita narsa bilan oldigan. Ey odam, senga bitmas, tuganmas boyligini beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Savol: jannatda pul kerakmidi? Sen bu yerda och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, og'rimaysan, boshqa qolmaysan deganmidi? Kerak emas edi ekan ishontirdi. Ikkinchisida bilasizlarmi dedi Havvo va Odam alayhissalomga, bu daraxtdan Robbinglar nimaga qaytardi sizlarni?